Uyg'urlar uchun Turkiya. 2018-yili 11-oyda Turkiya Axborot va tadqiqot idorasi bir turlik tekshirishni qanot yaydirgan bo'lib, 46% Turkning Xitoyga ijobiy qaraydiganligini, ularning 62%ning Xitoy Turkiya uchun muhim deb qaraydiganligini, shundaqla Xitoy bilan savdo munosabatining kuchliligini davomli saqlash zarur deb qaraydiganligini ko'rsatgan edi. Halbuki 2018-yili 6-oydan burun Xitoyga ijobiy qaraydiganlarning nisbati oralla 30% edi. Mana bu ochiq haqiqat shu yil boshlangan iqtisod krizisining turklar ichidagi jonliq inkosi bo'lib hisoblanadi. Turkiyadagi hozirgi statistika bo'yicha taxminan 50 ming atrofida mo'ljallanayotgan Uyg'urlar va ularning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, diniy va milliy kelajagi uchun Turkiya ba'zi taraflarda alohida afzallik ega. Holbuki Turkiya boshqa demokratik ellarga qaraganda bir qadar xatarlik va turoqsiz bo'lib, bu salbiy taraflari shu yerdagi Uyg'urlarning istiqboli uchun ko'p ziyonliq. Birinchi, siyosiy jihatda. Turkiya siyosiy jihatdan Uyg'urlar uchun intayin muhim. Hozirgi Turkiya 20-asrdan ilgari Erondan boshqa butun O'rta Sharqni idora qilib kelgan. Shu vajidan uning O'rta Sharqdagi arab ellari bilan Shimoliy Afrikadagi arab ellari orasida inovati, obro'yi va ta'siri zo'r. Undan boshqa Kavkaziya va Balqondagi ba'zi kichik va uzundan beri ezilib kelgan ushoq ellardan Shimoliy Kavkazdagi 7 musulmon avtonom jumhuriyati, Rossiyadagi tatarlar, Qrim tatarlari, Gagauz, Boshnoqlar va Albanlar Turkiyani bak cho'ng bildi. Erdo'g'anning butun islom dunyosiga lider bo'lish istagi uni tashqi ishlarda islom dunyosining o'rtaq eng sezgir masalasi bo'lgan Falastin masalasi orqali nufuzi va ta'sirini kuchaytirishga turtki bo'lgan. Biroq 5 yildan buyangi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Recep Tayyip Erdo'g'anning Falastin orqali topgan dunyoviy inovatini biroqla yer bilan yakson qilgudek holga keltirdi. To'lim afsus, Turkiya hukumati donolik bilan shu yerdagi Uyg'ur tashkilotlarini o'ziga har jihatdan to'liq beqindirib olg'ashqa, uning ustiga u yerdagi tashkilotlarning hech biri siyosiy tashkilot saviyasida emas, balki sepi o'zidan ta'siri intayin cheklik bo'lgan ijtimoiy tashkilotlar bo'lg'ashqa, Turkiyada Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r siyosiy boshliq va afzallik mavjud. Turkiyadagi Uyg'urlar hozirgi ijtimoiy tashkilotlarga chaqilmayla, haqiqiy siyosiy tashkilotdan birini qurib chiqishi, birla partiya bilan emas, balki hamma partiya bilan muvofiq aloqa o'rnatib turib, Uyg'ur masalasi va milliy mustaqillik uchun Turkiyani orqa safga aylantirishi kerak. Hech bo'lmasa, shu yerdagi Uyg'urlarning har jihatdagi qiyinchiliklarini va g'amlarini tubdan hal qilgudek holga kelishi kerak. Ko'p partiyalik tuzumdagi Turkiyada Uyg'urlarning barliq tashkilotlari asosan hozirgi davlatni idora qilayotgan oq partiyaga sadoqatmand dernaklarga aylanib qolgan bo'lib, rasmiy tashkilot nomidan boshqa o'qitishi partiyalar bilan izchil aloqa qilishi yo'qning o'rnida bo'lmoqda. Buning shu yerdagi Uyg'urlarga keltiradigan ziyni eg'ir bo'ladi. Siyosat cho'ng qimorbozga o'xshaydi. Barliq dasmayni birli partiyaga tikkan Uyg'urlar shular bilan tangla barlig'ini uturdi. Birli kemiga qisilib chiqib Uyg'urlar shu kemi cho'kislar tang cho'kib ketadi. Muhammad Emin Bug'ro apandi bu nuqtani obdan bilgachga, umr bo'yi birli partiya bilan aloqa qilib, bir millatning taqdirini partiyalar aro siyosatning qurboni qilayotgan emas. Xitoy Uyg'urlarning boshqa partiyalar bilan aloqa qilishini cheklash uchun qo'ldan kelgan hamma chorani qilib, utuq qozonib kelmoqda. Chunki Xitoy 1998-yildagi Turkiyani ko'rishni bakli xohlaydi. Shu chaqdimi birla partiyaga sodiq bo'lganning badalini shu yerdagi Uyg'urlar necha yil o'tgan edi. Ko'k bayroq ostida 3 odam mungtishib qolsa-mu, qonunga xilof hisoblanadi. Bu ajalli xatolik vaqtida tuzatilmasa, balkim saylovda partiyalar almashgandan keyin Turkiya Uyg'urlar uchun foydasiz yerga aylanib qolishi mumkin. Ikkinchi, ijtimoiy jihatda. Turkiya jamiyati rangarang bir jamiyat.
u yerda ming yillar davom qilib kelgan an'ana asosida rivojlanayotgan jamoatlar o'tgan bir asrda Mustafa Kamalning islohoti natijasida yetishib chiqqan moderni va dindan xoli tuzumni afzal bildigan demokratik guruhlar, mo'tadil va oshqun millatchilar, ummatchilar va g'arbparastlar bilan to'lgan universal bir jamiyat mavjud. Undan boshqa Turkiyada har xil dinlar va mazhablar inoq ittifoq yashayotgan bo'lib, bu yerda Shia sunniy jidili, musulmon va xristian o'chmanligi yo'q deyarlik. Bumu Turkiyaning uzun yillik davlat e'tiqodidan kelib chiqqan ijobiy ahvol. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar asosan degudek taqvodor musulmonlar va diniy zotlardan tarkib topqachqa, ular Turkiya jamiyatining bir qism cheklik bo'shlig'idan foydalanish imkoniyatiga ega bo'la olgan. Turkiyadagi partiyalar dal yuqoridagi har xil ijtimoiy to'plamlarga mansub bo'lib, ular hammasi o'zi tava bo'lgan guruhining qimmat qarashini hukumatni qo'lga olish orqali butun Turkiya miqyosida zo'raytirish va kuchaytirishni maqsad qiladi. Turkiya davlati qurilgandan buyon asosan Mustafa Kamal qurib chiqqan dindan xoli hokimiyat tuzumi va parlamentlik tuzum ustunlikni egallab keldi. Adnan Menderes va Najmiddin Erbakanlar ko'p qatam burunqi an'anani va dinni siyosatga kirib, ham zamonaviy, ham an'anaviy madaniyat kuchi asosida kuchi urg'ib turgan Turkiya qurish uchun kuchab baqdi. Biroq har qadamda harbiy o'zgarishlar orqali og'dirilib, orzusi yarim yo'lda qoldi. Ularning orzusini Erdo'g'an o'rniga oldi. Uning davrida Turkiya burunqi Kamalcha va g'arbcha yo'lda emas, balki Erdo'g'ancha va sharqcha yo'lda mangdi. Burun Turkiya Amerika va Angliya bilan yaqin o'tgan bo'lsa, endi Xitoy va Rossiya bilan yaqinlashmoqda. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berilayotgan xalqiliq paytlarda Turkiyaning Xitoy bilan ziyoda yaqinlashib ketishi, Xitoyning Falastinni qattiq qo'llab, islom dunyosida qayta inovat qozonib olishiga qarshi Uyg'urlar bakmo sagak bo'lishi kerak. Halbuki Uyg'urlar Xitoyga qarshi tadbir tuzish o'rniga hadislar o'zaro quruq talash tartish qilib, oltin fursatni qo'ldan berib qo'ymoqda. Turkiya taraf Suriya musofirlarga quchoq ochgandan keyin Turkiyadagi avomning arab xalqiga bo'lgan o'chmanligi kuchayishga boshladi. Hatto ularning tashqi qiyofatlarimi turklarning ko'ziga sig'mas bo'lib qoldi. Turkiyadagi Uyg'urlarda yetaklanish kamchil bo'lganlikdan bilib bilmay, yerlik turklarga qiyofat va harakatlarda arablardek tuyuq berib qo'yib, dindan xoli g'arbparast kishilar ichida yoshirun o'chmanlik qo'zg'ab qo'ygan bo'lishi aniq. Ular hozirdan boshlabla ochiq oshkora Uyg'urlar hammasi Erdo'g'anchilar, dinchilar va Daishchilar deb qaralashga boshladi. Bu xil ijtimoiy norozilikning va o'chmanlikning kuchi dal partiyalar va hukumat almashganda ko'rildi. Ayni shu chaqda Turkiyadagi Uyg'urlarni kutib turgani ko'chalardagi norozilik emas, balki qonun va davlat tarafidan kelgan zarba bo'ladi. Navoda Turkiyadagi Uyg'urlar nuqul hukumatga va hokimiyat beshidagi partiyaga sadoqatman bo'lishga kuchab, boshqa ijtimoiy guruhlar va o'qitish jamiyatlar bilan munosabat o'rnatishga kuchimisa, avomning qo'lishiga erishamaydi. Hukumat pasib o'rinda turishga majbur bo'lgan allarda Uyg'urlar cho'qim xalqqa kuchash lozim. 50 ming Uyg'ur 80 million turk xalqiga sal qarab, ularning ta'siridan va hissdoshligidan ayrilib qolsa, ovchilar ularni bemalol va oshkora sotalaydi va yevitalaydi. Turk xalqi 80 millionlik zo'r jamiyat. Shunga hukumatdan ko'zlagan unumga erishmoqchi bo'lsa, Uyg'urlar cho'qim turk xalqi ichidagi faoliyatlarni va tashviqotlarni hasilab kuchaytirishi kerak. 3. iqtisodiy jihatda. Yaqinqi yillardan buyon Turkiya bilan Xitoyning iqtisodiy munosabati zo'r darajada oshdi. 2000-yili ular o'tirsida savdo almashtirish miqdori tunji qatim 1 milliard Amerika dollaridan eshib ketdi. 2009-yili
10 milliard 70 milyonga yetgan bo'lib, 2017-yili 27 milliardga yetgan. Xitoy navbatda Turkiyaning eng chong tashqi savdo va import-eksport hamrohi. Turkiya bir belvaq bir yo'l tashabbusidagi aktiv a'zoning biri. 2019-yili 6-oyda Xitoy Xalq bankisi iqtisodni qo'llash uchun Turkiyaga 1 milliard dollar yo'tkab bergan bo'lsa, keyingi yil sentabrda Xitoy Taraqqiyot bankisi Turkiya Taraqqiyot bankisiga 200 million dollar qarz berdi. Angliya Telegraf gazetining 2020-yili 26-iyul e'lon qilgan bir dokladida mundaq deyilgan: Erdo'g'anning siyosati sababidan qayta yuz berayotgan iqtisodiy krizis va Yevropa Turkiyasi Turkiyani boshqa do'stlikqa, bo'libmi Xitoyga do'stlik izhor qilishga majburladi. Beyjingning bir belvaq bir yo'l strategiyasining bir qismi sifatida Xitoy shirkatlari Turkiyaning ul aslahalarini taraqqiy qildirishga milliard dollar mablag' soldi. Beyjing kelar yilning oxirida mablag'ni bir qatlab 6 milliard dollardan oshirishni nishonladi. Turkiyadagi Xitoy sayohatchilar 2011-yilgi 98 mingdan 2015-yili 300 mingga, 2018-yili 400 mingga yetdi. Yaqinqi 10 yilda 537% oshdi. Turkiya hukumati kelgusi bir necha yilda bu sonning ko'payib 1 millionga yetishidan umid borligini aytgan. 2019-yilning oldingi 8 oyida 292.322 Xitoy sayohatchi Turkiyani ziyorat qilib, oldingi yilga solishtirganda 12% oshgan. Ilgari Xitoy Turkiyada iqtisodiy vosita orqali siyosiy g'arziga yetish taktikasini voyiq yetkazib o'ynayotdi. Hatto bu yil aprelda topshirmoqchi bo'lgan vaksinani qasddan bermay, orqa suzatishdan iborat nomussizlikmi buni to'lig'i bilan isbotlaydi. Bu xil taktika yolg'iz Turkiyaga emas, balki butun dunyo ellariga o'rtaq qo'llanayotdi va unumi yuqori bo'layotdi. Turkiya iqtisodi 2013-yildan buyon izchil turoqsiz bo'layotgan bo'lib, Turkiyaning tashqi ishlar siyosatiga tutun burilish G'arbdan sharqqa eg'ish tufaylidan burunqi ittifoqdoshlari va qo'llovchilari uningga har xil iqtisodiy embargo yurgizmoqda. Shu vajidan turk lirasi 9 yildan buyon izchil paxallashib, burunqi 1 dollar 2 lira saviyasidan hozirgi 1 dollar 8.5 liraga teng saviyaga tushib qoldi. Uyg'urlar asosan tuvan darajadagi iqtisodiy kuchga ega bo'lg'achqa, Turkiyada mablag' solib tijorat qilgudek sharoiti borlari yo'qning o'rnida. Ko'pincha Uyg'urlar ushoq tijorat va oylik maoshga tayinib terikchilik qilmoqda. Uning ustiga Turkiyada iqtisod osondagi kapitalistlarning monopolligida bo'lg'achqa, dasmoyi solib tijorat qilganlar ichida shularla hasilab foyda ola oladi. Boshqa ushoq tijoratchilar sog'an mablag'i tushliq foyda ko'rmay turiblar, aksicha ko'plab ziyon tortib oldi. Bo'libmi Xitoy yurisi mazgildagi uyga solinib o'tirishdan keyin zamonaviy texnika va uchur bilimlari borlar tez yuksaladigan, qari kuch bilan jon saqlaydiganlar jon talishadigan vaziyat ko'zga ko'rinyotdi. Baxmichilik va qurilish qilish orqali terikchilik qilayotgan Uyg'urlar bu mazgilda ko'plab ziyon tortib olgan bo'lib, bundan keyin Turkiyadagi Uyg'urlar iqtisodiy jihatdan texmo qattiq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. 4-chi, diniy jihatda. Diniy jihatda Uyg'urlar uchun Turkiyadek afzal muhit boshqa yerda yo'q. Ammo odamni ansirtadigan yeri shuki, Turkiyadagi Uyg'urlarning siyosat bilmaydigan odamlarning xato yetaklash ostida turk xalqiga, bo'libmi kamolcha ideyatga kishilarga nachar ta'sir berib qo'yishi yoki G'arb ellardagi qarindoshlarini ayblayman deb, ularni fatluchi, isroilchi va g'arbparast deb qarlab yurib, Turkiya hukumati va turk xalqiga vatanimizdagi Uyg'ur xalqining echinishlik fojiasini Amerikaning o'yini, Isroilning o'yini ekan degan xato tuyg'uga keltirib qo'yishi mumkin. Bu deganlik Turkiyadagi Uyg'urlar vatandagi xalqning qiniga sherik bo'ldi deganlik. Shundaqla o'z millatining obrazini
o'z og'zi bilan xunuklaştırib, kelgusida o'z putiga o'zi palti chapdi deganlikdir. Bu xatolikning bedelini o'taydigan chaqda pushaymon qilganning foydasi yo'q. Shunlashqa Turkiyada cho'qim hamma partiyalar bilan normal aloqa qila oladigan, Uyg'urlarning milliy irodasiga to'liq vakillik qila oladigan bir siyosiy tashkilot bo'lishi zarur. 5. Milliy madaniyat jihatda. Turkiya uzundan beri Yevropa ellari bilan quyuq aralashib o'tkashga, uning ustiga boshqalardan ko'plab nurg'un madaniyat omillarini qabul qilgachqa, ularning madaniyati bakla shalg'otlashib ketgan. Eng yomon bo'g'ini turklar bilan Uyg'urlar o'zaro qarindosh xalq bo'lg'achqa, o'rtaq til va o'rtaq qimmat qarash ularning tezla singishib ketishiga turtki bo'lishi mumkin. Ya'ni Uyg'urlar diqqat qilmasa asala turklashib ketishi mumkin. Shunga Uyg'urlar Turkiyada hozir bor bo'lgan Ayxon ma'rifi, Yera ma'rifi uchiqi va boshqa ona til maktablari uchun qarorlik iyona qildigan bir ma'rif fondi ta'sis qilib, Uyg'urcha gazet, jurnallar va asarlarni ko'plab tuzib, yetishib chiqayotgan farzandlarimizni mukammal bo'lgan Uyg'ur milliy madaniyati bilan universal yo'sinda tarbiyalab chiqish kerak. Uyg'ur bolalari millatning muhojiratdagi umidi va borlig'idir.